Assalomu alaykum. Gradus 42 ga xush kelibsiz. Bizning obunachilarimiz va obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar. Gradus 42 kanalida birinchi video. Nima uchun birinchi video? Turg'un avvalgi videolarni ham bor edi-ku deganingiz. Gradus 42 kanalida taxallus ostida birinchi videomiz. Ya'ni bugungi videomiz nomidan ham bildingiz, BMW i3 ni 10 kunda olish yo'li yoki BMW i3 sotib olish uchun top 10 ta sotsa bo'ladigan inson organizmi degan videomizni startini berdik. Demak, bu videomiz qanaqa ma'lumotlar asosida tayyorlandi? Eng birinchi o'rinda bizning yordamchimiz, ukamiz, tog'amiz, amakimiz bo'lgan yordam berdi. Rahmat. ChatGPT men seni sevaman. Demak, videoni boshladik. Birinchi o'rinda aytishdan oldin BMW i3 mashina yurib shart. Chickity bang bang, chickity bang bang bang. Con la boca ya me lleva pa' Dubai bang. Chickity bang bang, chickity bang bang bang. Eksklyuziv joyga o'tishdan oldin BMW ning narxini bilib olmoqchimiz. Ya'ni o'zi BMW i3 ning narxi qancha turadi? OLX da. Mana shu yerga shunday ko'rsataman va o'zim ham aytib o'tib ketaman. Agar BMW ni sotib olmoqchi bo'lsangiz, ba'zi narsalardan kechishingiz kerak qoladi. Ayniqsa meni ko'radigan ko'zlaringizdan ham. Demak, 642 million so'm turibdi. Demak, birinchi o'rinda sotsa bo'ladigan organni aytaman, ya'ni buyrak. Buyragingiz insonda 2 dona bo'ladi va bir donasining narxi qora bozorda $25,000 turibdi. 25,000 BMW i3 ga yetmasligi mumkin. Qo'shamiz, kam xo'rim, hamisha xo'rim. Demak, ikkinchi o'rnimizda qaysi tana a'zosi deb o'ylaysan? Agar buyragingni sotsang, demak sen BMW i3 da ko'proq yurishga majbur bo'lasan, chunki suyishga kamroq chiqasan. Bu hazil prosta. Demak, ikkinchi o'rinimizda ikkinchi o'ringa o'tdik do'stlar. Kallamizni ishlatamiz. Turg'un tetak bo'lib qolibdimi? Nima uchun unaqa qilyapti deganlar uchun prosta hazil tariqasida buni amalga oshirib bermang. Ikkinchi o'rnimizda bizlarga eng yarmi bilan ishlatsa bo'ladigan, ya'ni nonni yarmini ham yesa bo'ladi-ku. Xuddi shunaqa buyragimizni bittasi jigarimizning yarmi yetadi. Ya'ni jigarimizning yarmi qora bozorda $15,000 turibdi. Ya'ni hozir bizni o'zimizda naqd $40,000 bo'ldi. Siz i3 ga yetdingiz. Turg'un, to'xta, siz ikkita narsa bilan BMW i3 olsam bo'lar ekan-ku desangiz, to'xtang. $100,000 ga balki M5 olmoqchidirsiz. Balki xayollaringiz o'zgarib, M5 olmoqchiman turg'un deb qolarsan. Bunga ham tayyormiz. Demak, 3-o'rnimizda ko'z. Bu ko'zimiz qancha turadi qora bozorda turg'un deganlar uchun $1000 turar ekan. Ya'ni bitta ko'zimiz. BMWda yurganingizda oynalarni bittasini ko'rmaysiz. Xolos. 4-o'rnimizda esa tizzani suyagi. Tizzani suyagi $5,000 turar ekan. Demak, siz M5larni M3lar, i3lar faqat elektrichkalar, ya'ni powerbanklar faqat avtomat korobkada chiqadi, ya'ni shaybachada. Shaybachani qulayligi nimada? Sizning tizzangizga ish qolmaydi. Tabriklayman. Sizga mana shu narsani qo'yaman. Agar mana shu videomizga gidita bir 100,000 TL yig'ilsa, i3 sotib olaman o'zimga shaxsiy. Yo'lini ham o'zim aytib o'taman. Ya'ni 10 kun, 20 kun ichida yig'ilsa 100,000 TL. Yig'ilmasligini bilaman. Yig'ilib qolsa, jalab shunday qilaman. Demak, videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Kanalga like bosing, obuna bo'ling. Cho'zilib ketgani uchun uzr. Xayr. Balki kanalimiz 10,000 top kelsa qimor reklama qilamiz. Xayr, gaplashamiz.